Gençlik güzel. Kim kalbidek yaşattık bunu. Azabını sözleydiler köp. Bul gidip kim keçip yoktu. Üzmeymen, seygelledim keşmeymen. Quyaş bazlap yürgüm sokar, ben yolumdan yanmayman. Ümmetni üzmeymen, seygelledim keşmeymen. Quyaş Yaşın sizlar efendim sizlarga qanday yatak kerak? Bizga shu eng oliy, eng no'ch yatak kerak. Yo'q, en normal odatga 2 kishilik yotoq bo'lsin. Va ishini qilaver, sen bilan yotmayman. Sen saqlab, Bo'pti. O'zing hisobini qilsa. Ha, bo'ldi. sen saqlab turinglar, men qarab boqay. Kechiring efendim, bizning eng oliy yotqimizni faqat bir talla qopdi. Yo'q, men dedim o'zingizga 2 kishilik normal yotoq. Kechiring efendim. Kechiring efendim, faqat bir talla qopdi. Qopmay boshqaga berib qarab boqqan bo'lsanglar. Şey yetaveraychi, eng oliysi biroqda yetib qo'yaylik. Hemen yatmayın o zaman. Unda olsa men bir şeyde itiveray. Sen başkayını izle. Qanday? Ha, ma'qul. To'xta. Qara shirpala. Endi tishga chiqsak yana kira qilmaymiz, qayerdan yo'l so'raymiz, yana shahar ichida piqirib yurmaymiz qara. Undan bir şeyde itiveraylik. Vaqt ketadi, pul ketadi, nima isrofchilik. Ha? Aqlingda? Shu efendim. Qanday? Atil qaytirimiz juma mı yataqni? Bo'ldi efendim. Ma'qul. Mang'idg'a? Qizchaqma mang'idi. Ya bu sharak qilay, bu sharak qilmay bo'la. Qizchaqma mang'idi. Biz bakayım ya. Mang'idg'a ovozliq mi amal efekt? Üstüge chiq. Biz buzib qo'ymagan emas, mana ya. Voy sen egri shu momentan diya. Shundan ya. O'zim chiqib boqaymi ya? Chu. Aka. Qanday mang'uzdingiz? Men liftni bizga bir mang'uz pasiniz o'tdi-ku. Almayımız desem. Nima degan chiroyli yotoqmi o? Ha? Aqra. Ya bo'ldi. Yaxshi, mishani yotaylik. Hey. O kasofat. Ha, qanday? Peskan qilmay yotoq. Ya, o'yla. Aqra. O! Hey! O suğan spek çünkü. Ama mumçular bekleyiz ki. Ya bu musun? Sen bir yerde yatarsın ya. Ne? He. Ağlama. Ne ya? Korku avaz ne? Yok. Ben koska içip gitti abi, tamak yeme. Tuzmun olayım ben. Hadi. Hadi yaptım. Yep boğandaki tızımsan, neyim buldu anda? Ya tuzmun etmişsen bomba yedim ya. Gözükmüyorsun. Ne yiyse? Sen tızımla be. Kaldırmayı tızımla he. Bu... Hey! Doktor!
Ey! O datsın düşüp ketkenim anam. Sen özün müstakil oğunup bakmagan mı? Kupe! Ya kupe dedim. Nima ish qolsa bu yerda uxlamaysan. O'roq kalning poqi yo'g'an deb cho'ng karvatni o'zingni egallab olsang, mana kichik karvat putim chiqib qoldi mening. Uning ustiga xo'rak ovozingda uxlayamdimmi? Nashliqda yo'ldimi? Nashliq? Necha bo'ldi hozir? Necha bo'ldi? 10 bo'ldi. Baldirkanga uxlayman. Ey! Kupe! Bir ara bir uflagan qo'ysamman da, nima degan jidlanchiq. Nima ish qilsam da baldir qo'pa? Plan tuzmaysiz. Nim plan? Al plan. İşini qilaman. Bir plan. Yo'qol. O'zim qajildim bunda hisob. To'xta. Ey! Uxlamayman, mening qirg'ina. Va qarasammi shu kart ekan ku. Oddiy kart emas bu. Ichida puli million. Qanday qilib million pulim bo'lsa? Bankada unimag'inimga unimay o'zingning nomida bijading buni. Hemen nima ish qilaman buni? Men shu seni buzib kechyapmisan deb shunday qildim. Hamda lekin yo'q. Mana ishidagi pulning yerimi sening, yerimi mening. Ey, nim planing bor? Mening va? Ha? Mening va chiroyli qizlar bilan yo'g'i qilib isil gelay bor. Ya mashum plan bo'ldimi? Qiziqgan bu. Unda qilsang pul birdan tugab ketmamda. Unda cho'ng planlarim bor. Ha? Masalan, bay bir savdogarga aylanib, ondan keyin qizlar bilan yo'g'i qilib isil gelay bor. Yani qizlar. Acab deb ketdi. O'zingning plan bor, dapaqa. Chiq benim ağım ba. Ha, kitaplarını okuğum ba. Chiq, oşu kömüge gelagi berip körüp bakım ba. Aşkıl bekçek. Aşkıl benim o münasebet kişilerini çıkkım ba. Unda yapqan şu qarashir bo'ladi. Munda qildi. Endi ma cho'ng kelgan kuchliq degina qara. Rasa bir o'ynayli. Ha. Qada? Anadiki sen şu oynash jarayonida berpaqmga yerlaringga bora olaysan. O. Anadiki sen biraz sinfqa yoki bir kursga tizimla. Anadiki alanmagan bilimlaringni ola olaysan. Anadiki ikkimiz birlashib bir ishqa mablag' silib pul toplayqanda. Agar bu bo'lmasa bir dukan ochsaq bo'ldi. İşte qildi. Pulni tepib anadiki qilsaq yaxshi emasmi? İşte qildi. Lekin bu yerda bir masala bor. Ha. Kiyim alaylik. Kiyim alaylik. Birinchi planga kiyim idishni kirgizayman, ha? Mana. Birinchi plan kiyim ilish. Yaxshi. Va kostyumlarimiz necha pul? 3 million. Abulkan qo'y. Hoy, mangina mana 1000dan keladi uningga. Hey, 500 degina. Nandan bas so'z hozir. 500 dan nima men 1 yil yeyman. Sen meni o'yim kirib tamoq yesang, yerim yil ketadi. Hey, Shirpolat. Unda qilma, hey. Non nisan va qara qo'sqon kirdi. Uni hech kim ko'maydi. Agar mushta qimmat baholi kiyimlarni kiysak, haq bizni hurmatlaydi, inoatimiz qildi. Bizni? Ha? Oy, sen men bilan teng kiymakchiman buni? Ha? Qiziqmisan, mushuni talishsa degina men bilan. Kiysang cho'kib qolsa. Hey, men sana o'xshash bunda qiyirchirak kiymayman men. Men degan junmaydan berib qo'y. Payzi kiyimni olaman. Hey, mushuni qamlashtirib diyamiding ha? Bilmagankin deymisan mamda Jangmaydan deysa. Jangmaydan? Ha, Jangmaydan. Va, to'g'ri. Ey, bilindikidan degan o'xshamaydi. Yaxshimisilar? Sizlarga qanday kiyim lozim? Bizga mush yaxshiroq kostyum burlik bo'lsa degandek. Mushlarni amiz bizning bu yilgi eng yangi fasollar. Qolgan savlsanlar bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ko'rib beringlar. Nima
Sınap baksan bular mı? Alsanız sınap baksanız. Voy, alamayız, alamayız. Alamayız, alamayız. Ha, to'xta, ha. Biz o'ylashib baqaylik, ha. Alamayız. Bizgacha mushu bahosi tushirilgan, vaqti o'tib ketayli deb qolgan, buzilib ketayli deb qolgan erlarning kiyimlari bo'lsa, Kechiring efendim, bizning do'konda asosan eng yangi fasondagi, raqda eng esil bo'lgan kiyimlar setildi. Siz degan kiyimlar uduldik bozorda bormi? bahsni ozroq tushagil bo'ladimi? Bizning do'kondagi mallarning hammasi muqim bahoda. Voy, Sherpola. Voy, kiygan olganki, amma sen bir milyondan egisi go. Qarang efendim, bu yoqda kostyumlarni ko'rib beqing, ha? Mana shunda chiroyli posoni. Bizning yangi mal. Andan sizga mana chuqum yarishi mumkin, qarang. Man kelsangiz shundoq sifat ko'p ketasiz. Agar sizga yarab qolsa, sizga nomeringizni ochib beray, sinab boqamsiz? Mayli. Ben saqlab turing, ha? Ha, ma'qul. Maxfiyatligimizni oshkorlab qo'yding-ku. Voy, chiroyli qiz otgan bo'lsang, yaxshi ma'mul qildik bo'ldi-ku. O'zi chiroyli qizga kirdi ko'zim tushgandi. Yaqinda Keltira olaymi ya? Uzdar so'rabsan. Yil so'rayman. Ha, ishtaq qil. Efendim, qarang. Bu bizning eng bozorliq melimiz. Qo'shni sinab boqamsiz? Bo'ldi. O'zim chiroyliqga sinab boqay, ha? Kimomlashtirish uyim bu yoqda. Ha, ma'qul. Ma'qul. Efendim, sizga nima narsalar kerak? Yo'q. Amsi qolgancha ko'rib beqing. Ma'qul. Oy. İşte yarışıptı. Şunu da salapellik çıkıpsız. Yarışibdimi? Ha? Numarımı şundaq dal kepti. Dal kelganda kes qildim o'zim. Set şimpanze chiroyli qilib ketsajmi? Ha, shu meni kelishgan desam. Amsi mush kostyumni. Ha, ishni yana 3-4 qo'rini tanlab qo'ygan. Ha, bo'ldi. Amsi uni men qashlab beray. To'xta. Ma shilapang bak men top qapti, Sherpolat. Meni tushdiqmi da shepkidak bilansiz yo'qmi? Baba, bizda azroq bosh kiyim men moslashtirib akilay. Nima bu? Ma kiyimingizga mush bosh kiyim bo'ladimi? Moslashdik-ku. Sinab beqing. Akaman. Yarashdimi? Yarashdi. Ha, bo'ldi endi. Rahmat sizga. Amsi qolgan kiyimlaringiz men qachlab chiqay. Bo'ldi. Ma'qul. Mana. Chiroyliqga. Ha? Keltira olaymi-ki? Uzdar so'rabsan. Yil so'ray. So'rasan. Efendim, mana. Ha. Sizning kostyumlaringiz. Voy, rahmat. Mana sizning kiyib kelgan kiyimingiz. Rahmat. Naq pul beramsiz yo kartasi beramsiz? Kart siray. Qancha pul bo'lganda? 11900 so'm bo'ldi. Ha. Karta. Hemen. Maxfiy nomermi? Ha. Rahmat. Yani kiyimlar lozim bo'lsa, yana kelasizlar. Ma'qul. Haris. Öndidar numarangizni deb bering. Undidor nomerimni? Ha. Demakchi o'g'lim, yana kiyim yeb qolsam, shu aloqalashishga. Bo'ldi. Biz odat rasmlarni undidorga chiqirimiz lozim bo'lsa, yaxshi ko'rganlaringiz bo'lsa, men deb qo'ysangiz, men sizga saplasam bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul, kiyimlar lozim bo'lsa, yana kelasizlar. Ma'qul. Ma'qul. Rahmat-a. Ma'qul, xo'sh. Ey, mana. Ma'qul, ha? Ma'qul, xo'sh. Ey. Ağzını jümashchi birim kirib oldi. Voy, bir nima kirib oldi deb. Nima kirib oldi deb qiziqma bu birinchilik soqaqada. Nima kirib oldi? O, meni chiqib siqgan-ku. Voy, nim kulyapsan? Sen makiyim bilan, men makiyim bilan bir qilib bak bilan malay minayotgandek bo'ladi-ki. Sherpolat, to'p shim tegma, hamma sanab qo'y. Sen menga qara.
Ha kaç bunda yastığını bilen bak qarasına mət olğuma tişik top çıxıb durub demsən. Ay, indaydı qandı bu. Qarab, mən yasılıb kösüb qoysan ha? Ya to'xta. Ma dukan kirib setib ola kiyim degan bekor uchasiz saqa. Shim tegmay Shirpolat ha? Raskola, ya bunda to'xta. Ya to'xta. Ya rost yarışıdırsan onu kiyse. Vay bu. Vay aşkım. Kızık ekansan. Oh. Aşığımdan fikir kepti. Qaysi aşığım? Ma telefonni ham topding. Yutdik vaqtda og'am. Ishlatishga ko'zim qo'ymay saqlab qo'ydim shu. Bak, yiligar bir nima ekansan ha? Ya menda yaxshi do'st deb qo'ymamsan menga. Uy! Sen neymiş ki deyme? Bu degan ishimiz pul tepishdan oldida kishi tutsan. Hisobati yo'q bu. Ma'qul. Buni ma'qul deb turay. Ya Shirpolat, sen jabidagi mol dunyo berilmaydigan, axloqli qizni olmay deytding-ku. Mushta kim shu qachlayveradi ya? Ani debdi? Jigarim ku, etib bering. Debdi shu. Nima o qizil bo'loq degani? Vay qizil bo'loq degan, ajigirim qo'yib pulni qizil bo'loqning ichiga silib, anadagi tishlalarga kelib etma degan narsa bu. Hayvon. Jigarim qo'yindan qizil bo'loqning ichiga silib etib berib, nimanda avvalchilik ish bu? Ay shu qarovimizdan voy basam shu jigirim qo'yib 500 qo'y deydi-san. Basamı topolmayman baribir, bilmayman. Ishensam bu qara. U seni shu pulini ko'zlatdi. Unda emasmikan mana? Qanday kimsa? Menki mening kelishgan qad qomatimni ko'z otamdikan, arlaq xoslik. Seni va ko'nglini bir ilashtirmagan Shirpolat. Bu sen lekin bu kostyumni kiyib qana adab o'xshab qolsan sen. Sendan bu xilli kelishganman. Qarab tur, kelishgan degan qanday bo'ldi? Masalan, bir ko'rsatib qo'y-ya. Qilmoqchi. Mana, to'xta. Shirpolat. Bugün bazarlarni cho'gilab, shunda chacha ketdim. Namas maqamay ekansan sen. Hamma narsa men ko'tagan tursa? Bu sen degan men degan baslik, yo'g'on, qovul deb o'zingga tamanno qo'yib o'tmoqda. Kutarsan, nima bo'pti? Qara. Ason qarab cho'qla. Bir narsani eshitib qoldim. Qanday? Ma kiyim satamasga odam satgan. Shu sen nima bilan kiysan o'xshashli ekansan. Qadrida men bugun kiysan. Mojon. Qadrini seqolmaydi. Nima? O işkimi koydaydı onun da çıktı bu. Hey, endi bunda bir şey kelgandik ya, bunda bir hashlab qo'yg'uloq, bu da kiyib qo'yg'uloq qara. Ay, men qana ya, 6 mingdan keldi menga. Men shikkinayman. Sen men bilan bilishsan. Bir yil. Hey. Tushpay qildim ekan shumasa. Bunda palon pulning bir ig'si bo'lgan ekan. Bunda bir hashlab qo'yg'uloq, ey jinim Shirpolat. Takıldı bu. Vay, kichkina tushib, g'ingishmay qo'ydi.
Kim konuşuptu o? Ya bu nima vaza Ay tişimiz nakşiyet oldu. Lekin bu Keşo Hanım'da nakşiyet bizden uykumuzni buzsub olmaydı da. Oy qo'g'im, sening qayda uyqung buzilib ketadi ya? O sen bir uxlaysan, hech nimani sezmay o'lakdek yotibsan. Hey, biz bu yatakni nima deb oldik? Turdiq ay yo'qoldi. Mana bunda bir güzel, bunda peyzi yatak yaxshi aramalarimiz deb olgan bo'g'iydi. Tutturasan. Ya, baldı qila, o ne? Yo'q ishlab aralashibsan, ishlabma yo senga. Sen tutturasan. Ey! Doqilgan bu. Bakamay yollarına, gündüzday kollarına, yürüyüşey boylarına. Söygen yarın, kelsen şu, söygen yarın, Kessen şu. söy... Ama bunda bu daşan üzülsünler. Hey ma saat necha oldu? Biz ya uxlamadik biz. Bu yatak signal yaxshi emaskan bir yerda qo'ymay qanaqa qiladi? Haqiqat turmuş koridorda o'qamsan, biz bak kimni debimiz olib. To'g'ri tushunarli, menda xatoga qilgan bo'laman. Ha? Yetaveringlar, daxl qilmadinglar. Nima bo'ldi? O nima haqni oldirib pulimizni jiqtab tursa? Ay nimada qo'rqsan? Nimada qo'rqancha qolib ketding sen? Voy bunda pul odamda qilib boqsang nima bo'ldi bir ishlarni shirib bo'ladi. Oy, eski odamdek qiladi. Ters qara ig'iz yo'g'on. Ay sen ham teraqa og'zing yo'g'on qo'y. Ay, ma'lum qana. Bu hayat şunçilik güzel,